Assalomu alaykum, hurmatli televizor ko'ruvchilar. Erik televiziyasiga xush keldinglar. Bugungi suhbat programmamizda Amerikada yashayotgan Uyg'ur ziyolisi Elshad Hasan Beijing Millatlar Universitetining professori Ilhom To'xtapandimning hayoti haqida to'xtalib o'tadi. Diqqatinglar ekranimizda bo'lsin. Assalomu alaykum Elshad apandim. Bugungi shu siyosiy muloyiza sahifamizda Ilhom To'xtapandim haqida bir to'xtalib o'tgan bo'lsak, İlhom To'xtapandim haqida nimalarni o'ylaysiz? Bu qitimning tutib ketish haqida, yoki burungi hayot haqida qanday bir odam? İlhom To'xtaga men xeyli uzundan kuzatib keldim. Bu nayti talantlik, jangovar Uyg'urlarninki yaqinqi zamonda chiqqan, bo'libmi vatan ichida Uyg'ur uchun gap qilib, Uyg'ur uchun ovoz chiqarib, Uyg'urning haq huquqi uchun qo'rqmay Xitoy hokimiyatidan erkinlik talab, baravarlik talab qilayotgan bir mashhur ziyolimiz. Men 2 kundan oldin Malayziyada vaqtida Xitoy xabarini ko'rib deb qarasam, Ilhom To'xtani qo'lga olibdi. Bu qo'lga olgan saqchilar bizning vatanninki markazidan kelgan, Urumchidan borgan saqchilarga, Beijingning saqchilari bor, hatto onasinimi billa yashangan bir onanimi bolasi bilan tang qo'lga olib tutib menibdi. Xitoyninki hozirgidek bir keskin vaziyat ostida Ilhom To'xtani qo'lga olishi nayt bir vahşileşkenliğininki bu hakimiyetninki bir ifadesi. Mesela bir yer bunda nima uchun bunda demediganda Xitoy hakimiyeti bo'libmi Xi Jinping rais bo'lgandan tortib Xitoy ziyolilar orasida, Xitoy hakimiyetining orasida bir xil huquq talashish, ko'z qarash jihatdagi talash nayt keskin bo'lyapti. Xi Jinping o'zi bu Xitoy o'zini birdam solchi, birdam o'ngchi köstüş arkalık Xitoy ziyolilarini qo'ldirilib, Xitoy xalqini qo'ldirilib, o'zininki huquqini mukammallayapti. Bu Xitoyning ichki jihatdagi nizolaridan, hukumatning parxo'rlaridan foydalanib, o'zininki huquqini texmo yig'inlab bir yerga kelib, changallab, o'zininki kelgusiga uzun muddat diktatorlik hokimiyat yurgizishiga ul sevyapti. Bunda bir vaziyat ostida bu Ilhom To'xtani qo'lga olishi tasodifiy desak bo'ldi yoki bu hokimiyatning Xi Jinpingninki mushu yurgizayotgan siyosatininki natijasi desak bo'ldi. Ammo bu bir xato hisoblash. Shaxsan mening ko'z qarashimcha. Nima uchun degan vaqtida Uyg'ur davosininki bir tarkibi bo'lgan Ilhom To'xti. Chunki Ilhom To'xti vatan ichida ham Xitoyning poytaxti Beijingda turib, Uyg'urlarningki haq huquqini Xitoyningki qonuniy asos qonuniga asoslanib talab qilyapti. Ilhom To'xtiningki asosiy talablari sen asos qonuning bo'yicha avtonomiya qonuniga yozilgan belgilimlar bo'yicha bizga shu yezilgan haq huquqlarimizni hazırlab berse degan bu talabni qo'yyapti. Xitoy buningga shuningdimi yo'l qo'yishga rozi bo'lmayotganligining ifodasi Ilhom tutish. Ammo buning bilan Xitoy nimani bildiryapti deganda Uyg'urga berilgan signal mo'tadil. Ilhom manda degan vaqtida Uyg'ur davosining ichidagi mo'tadil bir ovoz. Mo'tadil deyishimizdeki bu qat'iy Xitoyning qonun nizomlamalariga bo'ysunish orqali Xitoydan haq huquq talab qilayotgan odam. Shung bunda bir mo'tadil ovozni yo'qotish Xitoy hokimiyatining g'aljirlashganligining ifodasi. Ammo bu g'aljirlashish bilan Xitoy haqni yengolmaydi. Agar Xitoy Ilhom To'xtani tezdan qo'yib bermasa, bu vaqtida Uyg'ur davosiga
yana bir Nobel mükafatıninki kandidatını tayyorlab berdi. Bu yerda biz unutib qolmasligimiz kerakki, Xitoy kommunist hokimiyatining 3 dushmani bor eng cho'ng. Birisi Uyg'urlar, birisi Tibetlar, yana birisi Xitoy demokratlari. Hozir Tibetlardan Dalai Lama Nobel mukofoti ip bo'ldi bir necha yilning oldida. 2012-si Xitoy demokratlarining vakili Liu Xiaobo Nobel tinchlik mukofotini oldi. O 11 yil kesilgandan keyin 2 yilida oldi. Tibetlarniki Dalai bo'lsa-mu, hozir da'voninki uchiga chiqqan vaqtida, keskinlashgan kurash nihoyatda keskinlashgan vaqtida Nobel mukofoti oldi. Endi İlham To'xtini Xitoy ahmoqlik qilib, Xitoy o'zining kuchini ko'rsatmadi. Zo'ravonlik bilan beguna mo'tadil bo'lgan İlham To'xtini turmiga jinoyat ayblab to'qib chiqqan. Kesiplevatdi Nobel mukofotiga Uyg'urningki birinchi nomerlik kandidat hozirlanadi. Kesib aytalayman, İlhamni Xitoy agar turmi jazosiga kesim e'lon qilgan kuni İlham To'xti Nobel mukofotining kandidatiga kiradi, ham kelarki yildagi Nobel mukofotini İlham To'xti oladi. Bu yana Uyg'urlarning da'vosini xalqaro tonutish, yana bir qitim yuqori pallaga ko'tarishdiki bir cho'ng rol o'ynaydi. Garchi albatta İlham To'xti kesilib ketsa turmida jiq badallarni to'laydi, azoblarni chekidi. Ama bunun da Xitoy yanılib turib etadi. Chunki haqiqat egildi sunmaydi. Elshad efendim, Xitoyning chidamas ekanligini biz Uyg'urlarni biliglik, xalqaro biliglik, hatto vatanning ichida yashayotgan Uyg'urlarni biliglik. İlham To'xti efendim bu menimcha Xitoyning o'zining chiqargan qonuniga o'zining ra'yi qilmayotganligini biliglik. Men ashunday his qilaman. Sizce Xitoyning ichida turib, ashunday qattiq bir qo'rshovning ichida turib, bu kadar erkin holda Uyg'urlarning kishilik huquqi, ya'ni o'zining haqqini qo'g'dash, mushu temalarda to'xtamay maqolalarni yozdi. Xalqaro matbuotlarda Uyg'urlarning ovozini anglashga tirishdi. Ya'ni bu bir jasurlikmi? Yoki bek haqqi to'g'rimi deymisan? Mushkildagi qurbonlik berish. Albatta buni hamma Uyg'ur qila olgan bo'lsa, albatta yaxshi bo'ladi. Ammo bir İlham To'xtining qayta necha qitim tutilgan, necha qitim ogohlantirish berilgan holatda buni to'xtamay davomlashtirishi, ya'ni bir ulgulik ruhmi sizce? Albatta ulgulik ruh deyman bu. Buning ishkilanmayman. Hech qanday boshqa ko'z qarash yo'q. İlham To'xti vatan ishchiligi Uyg'urningki birdan-bir ovoz bo'lib kelishidagi sabab birinci albatta Xitoyning zulmi. İkinciden Uyghur milletininki bo'libmi ziyolilarning ishchiligi zo'r bir turkumlarninki qo'rqinchi ostida yashashninki sababidan Uyghur ziyolilar ko'pincha ahvollarda Xitoyning zulmini hammasi his qiladi, hammasi biladi. Shaxsiy sorunlarda buni Xitoylarni ayblaydi, hokimiyatni so'kidi. Lekin haq huquqini qo'g'daydigan vaqtida hammasi qo'rqiydi. Azroq manfaatidan voz kechidi. Bu xil ahvol Uyg'urlarni bugungi kunga akab qo'ygan ahvolninki tubki sababdan birisi shu. Shuning uchun İlham To'xti o'zi yolg'iz bo'lsin, mayli yana bir turkum o'quvchilarmi bor, endi o'zi yolg'izla emas. O'quvchilari bor, az sondagi o'xshash ko'z qarashdagi ziyolilarimiz bor. Ammo buningdek İlham To'xtidekdan yana 10'i, 100'i, 10 ming chiqish kerakdi. Beijingda emas, Urumchida, G'uljida, Qashqarda, Xotanda, hamma yerda Uyg'urning İlham To'xtilari chiqish kerak. Bu vaqtida biz haq huquqimizga ozroq bo'lsa-mu ig'dorchilik qila olishimiz kerakdi. Qila olishimiz imkoniyati bor. Shuning uchun men İlham To'xtininki ta hozirgacha ip bo'lgan ko'rishi garchi yolg'iz otdak bo'lsa-mu
Ba'zida balkim cheng'i chiqmaydi deyish mumkin, lekin cheng'i chiqdi. Xeyli cho'ng cheng'i chiqyapti. Butun xalqaraga chiqdi. Matbuotlarninki birinchi betida bor. Bo'libmi mushu qitimqi voqeadan keyin Ilhom To'xtining ovozi to'xtamay davomlashib keldi. Bu vatan ichidagi xalqaro bo'lsin, mayli Xitoy hukumatininki bo'lsin, yoki hatto Xitoyninki bir turkum ziyolilari tonib yetgan mo'tadil ovoz. Bu ovoz davomlashishi kerak, texnik kuchayishi kerak. Buningki Uyg'ur davosiga hech qanday ziyni yo'q, foydasi bo'lsa bo'ladi, ziyni yo'q. Ama yana men ishonamanki, bizning oxirgi nishonimiz hammamizning o'xshash. Erkinlik, barobarlik, hurlik. Shuning uchun bu ovoz bo'lmasa bo'lmaydi. Buningga albatta vatanning ichida ovoz chiqarish, so'zlash osonga to'xtamaydi. Bu cho'ng badal talab qiladi. Ilhom To'xtiningki bu necha yildan buyongi hayoti kunning har kuni degidek vahima ostida, zulm ostida, Xitoyninki to'xtovsiz besim ostida. Bu turmushni har qanday odam beshidan kechirishga qiyin bo'ladi. Ilhom To'xti mushu qiyin mushkulliklarni yengib bugungacha ovozni to'xtatmay Uyg'urlar uchun haq huquq talab qilib keldi. Bu botir Uyg'ur o'g'li. Bunda deganda 21-asrdagi Uyg'urlarningki ruhi desak bo'ladi. Yaşat efendim Ilhom To'xtini bu kadın tutup aldı ve başka onundan biraz töverek şekilde kişilik hukuk faaliyetleriyle beravatkan meyli Ürümçi'de, meyli Beycan'da yani Xitay'nın bayrak astı turavatkan nurgun şehirlerden bununla okşaş nurgun isimlerini tutup aldı. Yani bular için Keteldeki Uygurlar veya Keteldeki başka kişilik hukuk teşkilatları siz için nemiş kıpırlaydı, nemiş kılış gerek bu şundaq şarayitda? Nemiş kılış kılalaydı degende bence bekçik iş veremeydi. Bir yerde çeteldeki teşkilatlar, mayli Uygur'un olsun, mayli çetel teşkilatlar olsun, kılalaydığını fakat vatan içindeki avazını tekimi yuğatıp, mikrofonun rolunu oynaydı. Bütün halkara anlatıp, şu arqılıq bu avazını yana vatanның içige qaytırıp yetkizip, şu yerdeki xalqni uyg'utup, ittifaqlıqni kuchaytib, Xitoy hokimiyatiga besimni kuchaytirish kerak. Bu arqılıq bizning qila oladiganimiz hamda chet elliklar nima qila olamiz konkret hech nima qila olmaymiz deb o'tiramdik, yo'q. Tutilganlarningki ismlarini aniqlashimiz kerak. Ularning urug' tuqqanlari bilan aloqalashib, har bir usullar bilan, yo'llar bilan bularga qila oladigan yordam qo'limizni sunishimiz kerak. Mayli moddiy jihatdan, ruhiy jihatdan bo'lsin. Hamda vatanning shu yerda tutilgan kishilarning ism tizimliklarini chet eldagi matbuotlarga, kechirim tashkiloti degandek tashkilotlarga, kishilik huquq tashkilotlariga yetkazishimiz kerak. Bu uchur deganimiz ismlar emas. Yeşi, qayerda tug'ilgan, qayerda cho'ng bo'lgan, nima xizmat qilgan tafsili aq ko'rinishlarini tartib. Bularni yetkazib berishimiz kerak, matbuotlarda anglitishimiz kerak. Bu jihatlarda biz qila oladigan ishlar bor. Masalan, endi bu yerda bunday bir savol chiqdi-da, masalan Ilhom To'xti va yoki yaqin aralıqda tutilgan Gülen taxallusi bilan Abduveli Ayub ve yoki 2019 vakadan keyin, qirg'inchilikdan keyin tutilgan başka isimsizlar elbette nurgun ama isim bo'lgan mesela Şebnem Selkin'e o'xshash Torbet'ning boshqaruvchilari. Bular aslida hozir ismini sanab o'tgan yani xalqqa bilingan isimlar. Bular hiçbir zaman bizga mustaqillik lozim yoki biz ko'k bayroqni tiklaymiz degan ideyani o'tirib chiqarmagan. Yani egizden çıkamagan. Belki ko'nglida nima onu Allah biladi. Ama mushundaq sharoitda Xitoy bularni elbette tutup aldı.
Hem de hazır bu çetelde bulanı bir haqiqiy siyasetçi, yoki siyosiy inqilobchi qahramon qilib ko'rsatish torbetlarda ve yoki matbuotlarda. Bu ularning texmo ig'ir jazo elishini keltirib chiqaramidi yoki ular bir foydali sharoit yaratamdi? Bu bir savol belgisi deb qarayman. Sizning fikringiz nima masalan bu yerda? Mening fikrim mayli har qanday bir Uyg'ur Xitoy tarafdan zulmga uchirganli bo'lsa, u Xitoyga çoğun bir karşılık bildirgen Uygurlar. Bulupmu ziyalilarının arasında, mesela siz ismini atıp ötken, Torbet başkurucuları, bular hemmesi meyli uç kaşkardı olsun, meyli yuşuran aşkar usuldu olsun, Uygurların hak hukukunu talep kılan. Okşumgan usullarda, yuşurun usullarda. Ya ki Uygur'un medeniyetini, Uygur'un itikadını teşvik kılan. Torbetler arkalık şulardan paydalanıp. Şunun için bular Xitayning düşmanı bo'ldi. Xitayning düşmanı bo'lgan har qanday Uyg'ur bizninki qahramonimiz, bizninki do'stimiz, bizning qarindishimiz, biz ularga yordam qo'limizni sunishimiz kerak. Ularni dunyoga tonishtirishimiz kerak. Ularningki ovozini xalqaro dunyosiga, matbuotlarga yetkazishimiz kerak. Shu orqali vatanning ichida uçur tosalmığı uçurab, bu ahvallarını bilmeydiğen kalgan halkımızga bularning ismini yetkizishimiz gerek. Bularning to'lagan bedellerini anlatışımız gerek. Şuningda texmi ko'pligan mana yoshlarimiz chiqadi, mana qahramonlarimiz chiqadi. Shu vaqtida butun xalq birlikda o'zining haq huquqini talab qiladi. Albatta, biz bularni tashviq qilsak, bularga zulm kelamda, keladi. Belki 5 yıl geçirdiği yerine 6 yıl geçişi mümkün, 10 yıl geçişi mümkün. Lekin ben işini mümkün bu yolga kirgen her qanday bir adamda bu cihetki idiyi tayyorlik boludu. Millet deb, Uygur deb, etiqadim deb, imanım deb, vicdanım deb ört olgan, hak hukuk talep qilgan her qanday bir Uygur bu bedellerini töleşke tayyor. Hem tayyor bo'lish kerak. Shuning uchun biz ularni qo'g'daymiz deb, ularning ovozini gaqimay, ularni Xitoy tutib kelsa, jim turib olsak, Xitoy baribir ularni ujuqtirdi. Bir Uyg'ur bir qitim Xitoyga norozilik bildirdi, u Xitoyning qor tizimligida mangu. Balkim vaqtlik uni voy u bu deyish mumkin agar bosh egsa, ammo bosh egganni yo'qotdi. Yaqında mesela bir dostumuz bilan suhbatda dapa degan paranglamashda bir gap chiqdi. Nayati ma'nilik. Xitoy taslim bo'lganini yo'qotyapti, taslim bo'lmagan Uyg'urni yo'qotyapti. Ammo taslim bo'lib yo'qolgan Uyg'ur, taslim bo'lmay yo'qolgan Uyg'urdan soni jiq. Taslim bo'lgan Uyg'urlarningki hech qaysi saqqog'ini yo'q. Ama taslim bo'lmagan Uyg'urlar favqulodda saqqoganlar bor. Bu tarixdan bizga kelgan savoq. Masalan, buni aniqli desak, Xitoy bilan suhbatga borgan Uyg'urlar tarixda G'oji Niyoz Hojim, Temir Xalpitimiz hammasini Xitoy yavatdi. Ammo bosh egmaganlarchi, bormaganlarchi saqqoganlari jiq. Bu nihoyatda bir tarixiy savoq. Shuning uchun biz bularga ega chiqishimiz kerak, bularni anlatishimiz kerak, bularni madiyilishimiz kerak, bularni dunyoga to'ntishimiz kerak. Bular tarixdan o'chib qolsa bo'lmaydi. Uyg'ur tarixida bular shonliq bir batga yezilish kerak, shu yerda o'rin olish kerak. Rahmat. Hurmatli televizor ko'ruvchilar, shuning bilan bugungi siyosat maydoni suhbat programmamiz mushada oyoqlashdi. Xayr xo'sh, kelar qitimliq sonimizni ko'rishaylik.